Azizlarim, bu uyimiz Massiv Kalening 106-ko'cha. Ha, ma'rufiy yaka tutgan ham yaqin. Juda ham shok sen azizlarim. Bu yerda quruq yerlarni pulga chiqarib qo'yapmiz. Videodan uzoqlashmay turinglar. 6 sotik 6 xona Massiv Kalening 106. Hamma yo'q 6 bo'lyapti azizlar, ko'rishda davom ettiringlar. Azizlarim, uyni ko'rdinglar. Juda ham faizli uy, 4 burchi, 6 sotik bo'lyapti azizlar. Robotdan kirganingizda уже mana naveslarimiz bor. Bir 2-3 ta moshinani chiroyli qilib qo'yasiz. To'y kunlar juda ham chiroyli chiqadi bunaqa xonadonlarda. Chap tomoningizda 3 ta xona plus koridori plus yerto'lasi bor azizlar. Ochiq ayvoni ham bor. Mana ham bitta o'rab qo'ysangiz chiroyli bitta romchani qo'yib, bitta xona bu ham azizlarim. Aslida 7 ta xonamiz bo'lib qolyapti. 10 tomonimizda ham ko'ryapsizlar, 3 ta xonamiz, koridori, podvali bor azizlar. U degani polniy 7 xona 6 sotikda azizlarim. Pishig'ishda bo'lgan juda ham mustahkam azizlar. Yog'ochlarni ko'ryapsizlar. Bu uyimiz yangi uy. Unaqa sayuzli uy emas azizlar. Aylantirib bering azizlarimga. 4 burchi qaranglar, juda ham katta plashatkalari, tandirxona, hojatxona azizlar. Bunaqasi bo'lmagan. Mevali daraxtlar. Narxini sirasi aytib berayman azizlar. Bu yerda kommunikatsiyadan ham umuman muammo yo'q. Suvdan, svetdan, gazdan ham azizlarim. Mahalla zo'r, juda ham qalin. Yoningizda maktab, poliklinika, masjidlar, juda ham yaxshi lokatsiya. Yakatutdan kirganingizda ma'rufiy deb qo'yadi azizlarim. Massiv Kalening 106-ko'cha. Hozir ko'chaga chiqib, adreslarni ham juda ham chiroyli qilib sizlarga tushuntiraman. Narxlari azizlarim $140,000 zudlik bilan sotilish kerak. Shuni hisobiga arzon chiqaryapmiz azizlar. $140,000 ozgina kami bor, varianti bor. Qanaqa variant deydigan bo'lsanglar, bitta, ikkita domilar bo'lsa ham gaplasha olamiz akamiz bilan. Azizlarim, adreslarimiz Qirg'iziston O'sh shahri. Ashi hamma bilgan ma'rufiy bo'lyapti azizlar. Bu ma'rufiyga hamma tomonlama kelsangiz bo'ladi. Imomotadan kelsangiz ham bo'ladi. Furqatdan kelsangiz ham bo'ladi azizlar. Yakatutda svetoforni hammalar bilasizlar. 53-baytapimiz ko'rinib turibdi azizlar. Mashinalar o'tib ketgan joyda. Mahalla qalin azizlar. Bu yerda hech qanaqa bir bo'sh joy qolmagan. Ya'ni chek demoqchiman. Qalin mahalla azizlar. Mahalla keng. Xo'p, gaz, suv, svetdan muammo yo'q azizlar. $140,000 hadman bunaqasi uchira olmaydi azizlar. Mana shu videoga befarq bo'lmanglar. Если navigator bilan kelaman deydigan bo'lsanglar, Massiv Kalening 106-ko'cha, 19-uy azizlar. Uyda turishini ko'ryapsizlar. 2 qavatli uyga o'xshaydi. Garajlari bor azizlar. Prosta kelasizlar, bitta chiroyli traventinni qilasizlar, robotlariga kraskalar yengil sepasizlar azizlarim. Juda ham zo'r, bunaqasi uchira olmaydi. Azizlarim, bu $140,000 Massiv Kaleningda uyimizni nomerlarini yozasizlarmi? Wi-Fi'larigacha bor ekan, qaranglar. Azizlar, 0558 bilan 830040. Qaytaraman, 0558 bilan 830040. Albatta, mana shu lokatsiyadan istab yurganlarga mana shu uyni jo'natib qo'yinglar. Qarindosh, urug', qo'ni qo'shni $140,000 6 sotik tep-tekis yangi solingan, pishig'ishlarda solingan faizli uyimiz bugungi kunda zudlik bilan sotilyapti azizlar. Hali odam yashab ham ulgurmagan, yangi solingan azizlarim.